Ushbu ovozni eshitgan har bir haydovchining zabonidan ona haqidagi qo'shtirnoq ichidagi chiroyli gaplar kelsa ajab emas. Chunki nihoyatda uydim chuqur, ora-siradagi o'pqon va ko'zga ko'rinmas chuqurliklar haydovchini chalg'itadi. Yo'lsozlar kun ora yo'llarni tuzatib yurganini ko'ramiz, lekin ushbu akaning boshidan o'tkazganiga na kulishni, na yig'lashni biladi kishi. Muxbirimiz ushbu holat bo'yicha xabar beradi. Men o'zi umuman asfalt yurmaganman. Faqat qum yo'lda yurayman. Chunki asfalt hamma joy yamadi aka. Jo'ralar telefon qildi. Tez kel dedi, zang'ar jo'ralar borki, pivaga chaqirdi, shoshilib ketayotganim faqat yamaga tushdimda. Jag chiqib ketdi aka. Men mas'ullarga aytdim, taxlanglar deb. Bugun mana jag chiqsa, ertaga chiqadi. Bu nima holat aka? Ko'rish bor, ish yo'q aka. Mana trubkada shurib o'chyapsiz. Mazkur masala bo'yicha taksi haydovchilari bilan ham suhbat qurganimizda avtoulovlarning o'pkasi to'kilib qolayotganligini yashirib o'tirmadi. Bilmadim, agar mana shunday bo'laversa, ertaga tankam minib chiqamiz aka. Mas'ullarga aytarim, shu iltimos shu Yaman asfalt qilmasanglar ham shu qum tashab qo'yinglar ustiga. Qaytayapti shu xadovoy ketmasin, sharavoy bir bala qilarmiz. Yaman bo'yicha nima deymiz aka? Yaman bo'lgani bizga yaxshi. Yamanmanglar uni. Biz nima yeymiz ki? Men bola chaqam kim boqadi aka? Yama ketsa, xadovoy qiladi. Xadovoy qilsa, menga pul bo'ladi aka. O'rmonda quyon nima uchun yugurib yuradi, bilasizmi? Nima uchun? Bo'rilar och qolmasligi uchun aka. Shunda quyon kim endi? Quyon kimligini bilmadim. Bo'ri bizadagi. Xulosa o'rnida aytish kerakki, mustahkam, puxta loyihaga asoslanib qurilgan yo'llardagi baxtsiz hodisalarning ham oldi olinishiga erishish mumkin. Shukurbek Yamayev, Andrey Xadovoyev .tv uchun maxsus tayyorlandi. Ushbu video hazil tariqasida va kayfiyatni ko'tarish maqsadida real voqealarga asoslanmagan holda suratga olinib tarqatilmoqda.